Qur'onni tingşamdıq yoki tahiyyatul masjid o'qimdiq? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Atigini masjidga chiqqanda bizning masjidda atigan tarafda azan to'lab bo'lgandan keyin Qur'on o'qiydi. Azanni normalda namoz boshlashdan 40 minut atrofida baldur to'laydi. Biz bomdodning sunnatini uyda o'qib chiqamiz. Hadisda masjidga kirgandan keyin 2 rakat namoz o'qish bor ekan. Bu ahvolda Qur'on tingishim kerakmi yoki 2 rakat namozni o'qib bo'lib, ondan o'tirib Qur'on tingishim kerakmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Barliq olimlarning nazarida masjidga kirganda 2 rakat tahiyyatul masjid namozi o'qish sunnatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi biringlar masjidga kirsa o'ltirishdan ilgari 2 rakat namoz o'qisin deb buyurgan. Tong atqandan keyin bomdod o'qishdan burun tahiyyatul masjid o'qimaslik masalasida bir qism olimlar o'qilmaydi deb qarasa, yana bir qism olimlar tong atqandan keyin bomdodning farzini o'qiganiga qadar nafli o'qiladi deb qaragan. Bu masaladagi qarash o'xshashmasligi juma kuni imom xutba so'zlayotganda, shundaqla namoz o'qish cheklangan vaqtlarda tahiyyatul masjid o'qishdimi bor. Hanafi mazhab tong atqandan keyin bomdod o'qishdan burun boshqa namoz o'qimaslikni bildiradigan ba'zi hadislarga asoslanib, buni yuqorqi tahiyyatul masjid o'qishga buyurgan hadis mazmunidan mustasno qilgan. Masalan, tong yorgandan keyin bomdodning 2 rakat sunnatidan boshqa namoz o'qishning makruh bo'lganligining dalili bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tong yorgandan keyin mavi 2 rakatdan boshqa namoz o'qimanglar degan hadisi va Ibn Abbas radhiyallohu anhu hammasi shundaqla Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayoli bo'lmish Maymuna radhiyallohu anhaning uyida qo'nganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kechida namoz o'qigan holatlariga diqqat qilganligini bayon qilgan so'zining oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tong yorgandan keyin bomdodning 2 rakat sunnatini o'qib bo'lib, yenicha yetib bir oz aram olgandan keyin namozga, ya'ni bomdodning farziga chiqqanligini aytgan hadis, ya'ni arliqda boshqa nafli namoz yoki tahiyyatul masjid o'qimagan. Har ikki qarashga asosan, agar bomdodning sunnatini uyda o'qib chiqmagan kishi masjidga kirganida tahiyyatul masjid o'qimay 2 rakat sunnatni o'qisa bo'ladi. Bu tahiyyatul masjidga muhesab bo'ladi. Bomdodning sunnatini uyda o'qib chiqmagan kishiga kelsak, Hanafi mazhab qarashini tanlasa, tahiyyatul masjid o'qimayla o'ltiradi. Shafiiy mazhab qarashi bo'yicha tahiyyatul masjidni o'qib etib, andin bomdodning sunnatini o'qiydi. Mana bu qarash bo'yicha Qur'on tilovat qilinganda masjidga kirgan kishi ikkining birini tanlashda gangiraydi. Albatta, namozning sirtida tilovat qilinayotgan Qur'onni tingshashmi, Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar degan amriga asosan mustahab ishlar qatoridan bo'lsa-mu, masjidga kelishdan maqsad namoz bo'lganlikdan, yana kelib namoz o'qimay o'ltirish bilan Qur'on tingshashdan taxmi kuchli bo'lgan bu sunnat qo'ldan ketadiganlikdan masjidga kirganda Qur'on tilovat qilinayotgan bo'lsa-mu, keyingi bu qarash bo'yicha oldi bilan 2 rakat tahiyyatul masjid o'qish muayyanlashadi. Masjiddagilarmi sunnat va tahiyyatul masjid o'qiydigan namozxonlarning diqqatini buzmaslik va mushundoq gangirashga sabab bo'lmaslik uchun Qur'onni o'nlik o'qimay ichida o'qish munosib. Ko'p allardagi ko'pincha masjid jamoalarda buningga diqqat qilmaydi. Azan chiqayotganda masjidga kirgan kishi o'ri turib azanni takrorlab o'tib, andin tahiyyatul masjid o'qishga turadi. Shunda qilgandila yuqorqi qaysi biringlar masjidga kirsa o'ltirishdan ilgari 2 rakat namoz o'qisin degan buyruqqa muazzinga ergishib azanni takrorlash to'g'risidagi buyruqqa tang amal qilg'ili bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.